Yoshlik bu insoniy o'qib, izlanadigan, tajriba oladigan, bir necha marotaba qoqilsa ham charchamasdan o'rnidan turadigan davr hisoblanadi. Dubayda mental arifmetika bo'yicha va bunda men va singlim faxrli birinchi o'rinni egalladik. Eng oliy yutuq Grand Prix sohibiga aylandik. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Fortepian o'qituvchisi. Bu g'oya men o'zimdan chiqqan. Mos keladigan joy topa olmadik. Yetakchisi bilan birgalikda joy ma'qul bo'ldi. Foydamiz bor. Kreditlarni ham to'layapmiz. Husanovlarga o'zimiz, Abbosbek Fayzullayevlarga, shularga havas qilib futbolga kelganman. Juda ham xursandmiz. Avvalo prezidentimizga rahmat. Shundoq sportga berayotgan e'tiborini. O'zbekiston terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqdi. Biz yoshlarimiz ham mana shu O'zbekiston terma jamoasidagi futbolchilarga qarab motivatsiya olib, kelajakda shularning o'rnini bosishga harakat qilib intiladi. O'zbekiston Yoshlik bu insoniy o'qib, izlanadigan, tajriba oladigan, bir necha marotaba qoqilsa ham charchamasdan o'rnidan turadigan davr hisoblanadi. Biz ayni damda ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidamiz. Bu yerdagi yoshlar faqatgina orzu qilishmaydi. Ular berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda o'zlari qiziqqan yo'nalishlarida bilim olyaptilar, ishlayaptilar, iqtidorlarni namoyon qilyaptilar. Demak, bugun Bo'ka yoshlari bilan tanishamiz va ularni sizga ham tanishtiramiz. Bo'ka tumanida jami 139 mingdan ortiq aholi bo'lib, ulardan 34,14 nafarini 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil qiladi. Bitiruvchilar bandlik dasturlari bo'yicha 1020 nafar yoshlarning 100% turli yo'nalishlarda band qilindi. Jumladan ulardan 194 nafari doimiy ish bilan band, 84 nafari kasb-hunar va zamonaviy tillarga o'qitilgan, 18 nafariga esa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun 5,4 gektar yer ajratilgan. 2 nafari tartibli mehnat migratsiyasiga yuborilgan. 68 nafariga tadbirkorlik uchun 1 milliard 354 million so'm miqdorida kredit ajratilgan. Ulardan 650 nafari ta'limning keyingi bosqichiga qamrab olingan. Jurnalist sifatida respublikamizning turli hududlaridan ko'rsatuv tayyorlar ekanman. O'sha joyning nafaqat iqlimi, balki insonlarning xarakteridan kelib chiqqan holda erishgan natijalar ham e'tiborimni tortadi. Bo'kaga ko'p kelganman. Bu safar dasturimizni san'at va madaniyat yo'nalishidan boshlashga qaror qildik. E'tibor bergan bo'lsangiz, bugungi kunda respublikamizning har bir viloyat va tumanlarida madaniyat va san'atga juda ham katta e'tibor berilmoqda. Biz ham aynan dastur tayyorlash jarayonida ko'plab iqtidorlarni kashf qilyapmiz. Ayni damda biz Bo'kadagi musiqa va san'at maktabidamiz, bolajonlar uchun tashkil qilingan va bu yerda xalqaro ko'rik-tanlovlarda ishtirok etayotgan o'quvchilar borligi haqida eshitdik. Undan avval yonimdagi Hilolaxon bilan sizni tanishtirmoqchiman. Bekorga emas. Hilolaxon folklor yo'nalishida dars beradilar va bugun bularni bu yerda dars berishlariga mamlakatimiz tomonidan yaratib berilgan imkoniyat sabab bo'lgan. 2012-yildan buyon Bo'ka tumanidagi 19-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida o'qituvchi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Men bu yerga avval ishga qabul qilinganimda o'rta maxsus ma'lumotli o'qituvchi bo'lib ishga kelganman. So'ngra 2020-yil 25-dekabrdagi prezidentimizning O'zbekiston yoshlari forumida bo'lib o'tgan yig'ilishida qarorlar bilan har bir shahar, tuman, viloyatdan 5 tadan iqtidorli yoshlar tanlab olinib, mahalliy budjet hisobidan o'qitib, kadrlar yetishtirib berilsin degan qarorga aynan biz ham loyiq ko'rilgan ekanmiz. Bu qaror bilan shunchaki o'qishga kirib ketilmadi. Avvaliga tumanimizda xuddi shu maktabda kasting bo'lib o'tdi. Kastingda 30 dan oshiq yosh iqtidorlar qatnashdi. Shularning ichidan 5 tasi saralab olindi. Shularning ichida men ham qabul qilindim. Va biz 5 yil davomida O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida xalq ijodiyoti, folklor, etnografiya yo'nalishiga men o'zim tanlab o'sha yo'nalishga kirdim. O'qituvchilarimizdan bilimlar oldik, yangiliklar o'rganib, mana hozir yana tumanimizdagi o'zimizning maktabga kelib olgan bilimlarimizni o'sha yoshlarga yetkazib beryapmiz.
Buning uchun men avvalambor prezidentimizga katta minnatdorchiligimizni bildirmoqchiman. Bizga ishonch bildirib, shunchalik chekka tumanlardan iqtidorlarni qidirib, topib, ular bizni oliy ma'lumotli qilib yetishtirib berishdi va men bu ishonchni oqladim degan umiddaman. Institutni imtiyozli qizil diplomga bitirib, mana hozirgi maktabda o'z ansamblimizni jamoa qildik, folklor ansamblini. Buni natijalarini maktabimizda bo'lib o'tayotgan tadbirlardan, lavhalardan ham ko'rsanglar bo'ladi. Ana ko'rdingizmi azizlar? Imkoniyatlar yaratilyapti-da, undan foydalanish yoki bo'lmasa foydalanmaslikni o'zingiz hal qilasiz. Iqtidoringiz, mehnatingiz, bilimingiz va tajribangizni aynan shunga sarflagan holda muvaffaqiyatga erishasiz. O'qiyman, o'rganaman, ishlayman desangiz, barcha sharoitlar muhayyo. Mana shunaqa gaplar. Qani endi o'quvchilar bilan tanishamiz. Mana endi musiqa maktabiga kirsak ham bo'ladi. 2012-yilda qurilgan ushbu o'quv maskanida bugun 403 nafar o'quvchi musiqa bilan shug'ullanadi. Ularga esa 54 nafar pedagoglar dars berishadi. O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi bastakor Anor Nazarov ham aynan Bo'kada tug'ilib, voyaga yetgan. Musiqa maktabi bo'lmagan sharoitda katta bo'lgan bastakorimiz mustaqillik yillarida qad rostlagan ushbu maktabdagi bolalar bilan ko'p marotaba uchrashib, ularga o'z tajribalari haqida gapirib bergan. Ma'lumot uchun Anor Nazarov "Men nechun sevaman O'zbekistonni", "Do'lana", "Arazlama" kabi qo'shiqlarning musiqasini yozgan. Bastakorning Muhammad Yusuf she'riga yozilgan "Yur muhabbat ketdik bu yerdan" qo'shig'i birinchi o'zbek tangosi hisoblanadi. Bugun ushbu musiqa maktabida ham ko'plab iste'dodlar borki, ular ham bugun xalqaro ko'rik tanlovlarda birinchilikni qo'ldan boy bermayaptilar. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Bizning maktabimizda oliy toifali, birinchi toifali o'qituvchilar dars berishadi. O'quvchilarimiz ko'plab tanlovlarda, xalqaro tanlov, respublika tanlovlarida qatnashib, faxrli o'rinlarni olib kelishyapti. Jumladan, mart oyida bo'lib o'tgan Xiva Art Fest 2026 xalqaro ko'rik tanlovda 8 nafar o'quvchimiz qatnashib, faxrli birinchi, ikkinchi o'rinlarni qo'lga kiritdilar. Yaqinda may oyida Toshkentda bo'lib o'tgan Fortuna Fest Tashkent deb nomlangan xalqaro ko'rik tanlovda gitara sinfi o'quvchimiz Abdulmanov Daler qatnashib, eng oliy yutuq Grand Prix sohibiga aylandi hamda iyun oyida Qozog'iston Respublikasida Astana shahrida bo'lib o'tadigan xalqaro ko'rik tanlovga yo'llamani qo'lga kiritdi. Bugun mamlakatimizda olib borilayotgan madaniyat sohasiga qaratilayotgan e'tibor juda ham katta. Biz bundan juda ham xursandmiz. Chunki maktabimizda yaratilgan shart-sharoitlar ham o'quvchilarning bilim olishiga, tarbiya olishiga ham katta hissa qo'shmoqda. Shu berilayotgan imkoniyatlar nafaqat poytaxtda, katta shaharlarda, chekka hududlarda ham, o'zimizning Bo'qa shahrida ham namoyon bo'lib kelmoqda. Maktabimiz o'quvchilari shu imkoniyatdan foydalanib, ta'lim, tarbiya o'qituvchilardan olib kelishyapti. Mana bu doira chalayotgan qizga e'tibor bering. Odatda biz doirada yigitlarni ko'rib o'rganganmiz, ammo siz ko'rib turgan Saida Fayziddinova nafaqat doirani mohirona cherta oladi, balki mana shu yo'nalishda shu yili bo'lib o'tgan Xiva Art Fest 2026 xalqaro ko'rik tanlovida birinchi darajali diplom bilan taqdirlandi. Mana endi e'tiboringizni yana bir qalbi san'atga chambarchas bog'langan qizga qaratamiz. Maftuna Umrzoqova Xiva Art Fest 2026 xalqaro ko'rik tanlovida fortepiano yo'nalishida 2-o'rinni qo'lga kiritdi.
Qancha yoshsiz? 15ga kiraman bu yil. Qanchadan beri fortepiano chalasiz? Taxminan 10 yoshlarimda. Bu yerda o'qiysiz, musiqa maktabida. Fortepiano bo'yicha xalqaro ko'rik tanlovda 2-o'rinni olibsiz. Ha, 2-o'rinni olish oson bo'lmagan bo'lsa kerak. Kuniga necha soat shug'ullanish kerak? 1 soat, 2 soat. Nima uchun aynan fortepiano yo'nalishini tanladingiz? Yoshligimdan fortepiano yoqadi. Ustozingiz birinchi bo'lib nimani o'rgatdilar sizga? Fortepianoda qanday o'tirishni, o'z fortepiano nimaligini. Nima ekan? Bu orqali nima deya olarkan inson atrofdagilarga? Inson o'zini ichki his-tuyg'ularini tushuntirib bersa bo'ladi, so'zsiz. Va fortepiano butun jahonda tanilgan, mashhur musiqa cholg'usi. Aynan fortepiano chalayotgan paytingizda ustozingizni qaysi so'zlarga ko'proq amal qilasiz yoki o'sha xalqaro ko'rik tanlovida qildingiz? Ichki hissiyotlaring bilan chal deydi, shunga ko'proq amal qildim. Ichki hissiyotlar bilan chalish nima degani? Chalayotgan kuyingizni his qilib, ichingizdan. Qaysi musiqani chaldingiz hozir? Hozir Mehroj Muxtorovni etyudini chaldim, Cheksiz harakat nomli. Bu yerdan chiqqanimizdan so'ng Bo'kaning sportchi yoshlari bilan uchrashdik. Hozir hammaning tilida o'zbek futboli, hattoki biz haqimizda dunyo gapirmoqda, chunki bugungi o'zbek futboli o'z tarixidagi eng yuqori ko'tarilish va oltin davrini boshdan kechiryapti. Uzoq yillar davomida kutilgan tizimli islohotlar o'z mevasini bermoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi ilk bora jahon chempionatining final bosqichiga yo'llanma oldi. Bu esa bugun ushbu sport turi bilan shug'ullanayotgan har bir insonning qalbiga faxr tuyg'usini beradi. Biz mana shu maydonchada futbol klubini tashkil etdik va mahalladagi yoshlarni o'zimizga qamrab oldik klubimizga. Hozirda 5 mahal trenirovka bajaramiz. 5 ta gruppamiz bor. Har xil yosh toifasida. Biz bu bolalarni akademiya darajasiga tayyorlab, hozirda Yangiyo'l futbol akademiyasiga 8 ta bolamizni topshirdik. Imtihonlardan yaxshi o'tishdi, hozirda tahsil olyapti. Bu yerdagi bolalar qayerdan kelishadi? Bu yerdagi bolalar qo'shni mahallalardan, o'zimiz Do'stlik mahallasidan, keyin qo'shni qishloqlardan bor. Qanaqa yutuqlarga erishyapsizlar? Hozirda Toshkent viloyati chempionimiz. Mana shu komandamiz bilan har xil xalqaro musobaqalarda faxrli o'rinlarni oldik. Albatta, birinchi navbatda sharoitimizga ko'z tegmasin. Bundan juda ham xursandmiz. Avvalo prezidentimizga rahmat. Shunda bizga sharoitlarni yaratib beryapti. Sportga berayotgan e'tiborini. Mana hozirda O'zbekiston terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqdi. Yo'llanmani qabul qilib oldi va hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib turibdi. Bu bizga motivatsiya beradi. Biz yoshlarimiz ham mana shu O'zbekiston terma jamoasidagi futbolchilarga qarab motivatsiya olib, kelajakda shularni o'rnini bosishga harakat qilib intiladi. Xudo xolasa kelajakdagi niyatlarimiz mana shu yoshlarimiz tarbiyalab, yaxshi komandalarda va O'zbekiston terma jamoasida o'ynatish. Davronbek necha yoshdasiz? 13. Qanchadan beri futbolga qatnashasiz? 1 yildan beri. Yoqyaptimi sizga futbol? Kimlarga havas qilasiz? Husanovlarga o'zimiz, Abbosov Fayzullayevlarga. Shularga havas qilib futbolga kelganman. Qanday 1 yil avval qanaqa edingiz, hozir qanaqasiz? 1 yil avval futbolni uncha tushunmasdim. Yaxshi o'ynay olmasdim. 1 yil qatnashdim. Yaxshi bo'ldi hammasi. Salomatligingiz ham o'zgarish sezyapsizmi? Tetikmisiz? Ha, ancha oldin. Haftada necha marotaba kelasiz? Haftada 6 marta bozor kuni o'yinlar bo'ladi. Yoqadi sizga. Uydagilar nima deyishyapti? Uydagilar shu motivatsiya beradi. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kelajakda futbolchi bo'lmoqchiman. Futbol maydonchasining o'ng tomonida mahalla binosi joylashgan. Bu binoning go'zalligidan uning yaqindagina qurilganligini bilib olsa bo'ladi. Umuman olganda gap bino haqida ham emasdi. Biz sizni xalqaro maydonda yana bir bor mamlakatimiz bayrog'ini birinchi o'rin sipasiga olib chiqqan qizlar bilan tanishtiramiz. Bu safar sport emas, aynan aql bellashuvi haqida gap boradi.
Biz Bo'ka tumanidagi 5-sonli maktabda o'qiymiz. Biz 2025-yil 8-noyabr kuni Dubayda mental arifmetika bo'yicha 8 ta davlatlar bilan bo'lgan musobaqada ishtirok etdik va bunda men va singlim faxrli 1-o'rinni egalladik. Bizga bunday sharoitlar yaratib bergan hurmatli prezidentimizga va ota-onamizga katta tashakkur bildirmoqchimiz. Men kelajakda vatanimizga foydasi tegadigan jurnalist bo'lib yetishmoqchiman. Mental arifmetikadan boshqalar bilan bellashish qiyin bo'lmadimi? Qiyin bo'ldi albatta. Qaysi davlatlardan kelishdi? Arabiston, Rossiya, Hindiston. Raqiblaringiz qanaqa ekan? Kuchli ekan. Kuchli, o'ziga yarasha u yoqda chet elda ancha kuchli raqiblar bo'ldi va 8 ta davlat orasida singlim oliy o'rinni egalladi, men 1-o'rinni egalladim. Ustozimiz ismi Adiba. Ular bizda rosa ko'p shug'ullantirdi. Toshkentda 4 marta men musobaqaga chiqdim. Opam 3 marta chiqdim. Chiqqan musobaqamda 1 marta 1-o'rinda oldim. Qolganlarida hammasi oliy o'rin bo'ldi. Qizning gapidan ham burun uning qat'iyatiga e'tibor bering. Shu fursatdan insoniy aynan o'ziga bo'lgan ishonchi uning muvaffaqiyatining garovi bo'lib xizmat qilishini anglay boshlaysiz. Bo'kaning yoshlari esa bizni hayron qoldirishda davom etishdi. Mana endi biz sizni yana bir mahallaga boshlaymiz. Bu yerda Bo'kada birinchilardan bo'lib poytaxtdagidan qolishmaydigan tarzda ochilgan fotostudiya faoliyati bilan tanishtiramiz. Undan avval yoshimizga ko'maklashishda tashabbus ko'rsatgan yoshlar yetakchisi bilan suhbatlashamiz. 2024-yilda 19-fevraldan ish faoliyatimni boshlaganman. Bunyodkor mahallasida yoshlar yetakchiligi faoliyatidan boshladim. Oldin o'qituvchi bo'lib ishlaganman maktabda. Bolaligimdan yo'nalish sardorlari bo'lganman. Shu tizimda katta bo'lganman. Mahallamizda yoshlar yetakchisi bo'lgandan keyin birinchi ishsiz yoshlar bilan ishlashga harakat qildim ko'proq. Ishsiz, migratsiyadan qaytgan muammoli yoshlar bilan ishlagim keldi. Muammoli yoshlarni aniqladim, xatlov jarayonini o'tkazdim. Chunki fevral oyida kelgandim, hali yetakchi yo'qligi sababli xatlov amalga oshirilmagan ekan. Xatlov jarayonlaridan boshladim va muammoli yoshlarni topib, ularni ishga joylashtirish bilan shug'ullandik. Ishga joylashtirdik. Og'ir toifadagi yoshlarimizga tadbirkorlikka qiziqtirdim ko'proq yoshlarni. Yetakchilarga ko'pincha bir savol bilan murojaat qilaman. Savol esa quyidagicha: siz ushbu lavozimga tayinlanganingizdan so'ng mahalla yoshlari hayotini qay tarzda o'zgartirishni reja qilgan edingiz? Yil boshida bizda og'ir toifada ishsiz 8 nafar yoshimiz bor edi bu yil. 8 nafar yoshimizni har bittasini biriktirgan vakil yetib kelgunga qadar hokim yordamchisi bilan ta'minladik. Ular ishlarini, ishsizlarimiz hozir kunda yo'q. Mana kuni kecha yoshlarimizni bo'sh vaqtni mazmun tashkil etishga bizni hududimizda maktab ham yo'q, infratuzilmamiz ham yo'q edi. Tashabbusli sport loyihasiga loyiha qo'ydik. Loyihamiz yutib chiqdik. Endi xudo xolisa qurilish jarayonlari amalga oshiriladi. Bundan yoshlarimiz ham mahallamizda 1188 nafar yoshimiz bor. Hammasi xursand. Kuni kecha nishonladik. Mana bu mahallaga qarang, suvlarni sharqirab oqishi, mahalladagi bolajonlar, yosh katta, yuzi nurli keksalar. Qadimiy an'analarimiz yo'q bo'lib ketdi deb kim aytdi sizga? Mana ko'ring, boshingizni telefoningizdan ko'tarib, jonli muloqot, yengil shabadani his eting. Biz bo'lsak, yetakchimizning keyingi rejalari bilan qiziqamiz. Mahallamiz atrofida bo'sh binolarimiz ko'p edi. Bitta yoshimizda tadbirkorlik qilib turib, uni jalb qilib oldik. Mahallamiz oldida, yonimizda yana bitta bo'sh turgan maydonda o'sha tashabbusli sportda, workout va sport streetbol maydonchasi qurish uchun hududimiz turibdi. U hududga ko'mak loyihasini olib kirib kelmoqchimiz yoshlar uchun. Shuni rejalashtirib qo'ydik. Mana endi va'da qilingan fotostudiyaga sizni taklif qilamiz. Yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan foydalanayotgan ushbu suhbatdoshimiz imtiyozli ravishda 100 million so'm miqdorida kredit olib, mahalla hududining shundoqqina biqinidan fotostudiya ochdi.
hozir men Bo'kada aynan mahalla hududidagi yerni, balansdagi yerni ijaraga olib, o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan yoshimizni fotostudiyasidaman. Bu yerda bir necha nuqtalar bor. Kelin-kuyovlar kelishadi, oilaviy kelishadi, suratlarga tushishga manfaatli hamda daromadli joylari ham bor bu yerda. Hozir mana shu yoshimiz bilan yaqindan tanishamiz. Bu g'oya men o'zimdan chiqqan. Boshida uydagilarni ko'ndirish sal qiyin bo'lgan. Nima uchun ko'ndirish qiyin bo'ldi? Endi bu ish bizda bo'lmagani uchun yurib ketadi yo yurib ketmaydi degan baribir ozgina hadik bo'lgan. Lekin hozirgi kunda yaxshi. Bu ishni boshlashdan oldin endi boshlash joy qidirdik. To'g'ri kelish kerak joylar, endi bu ishga ham mos keladigan joy topa olmadik. Keyin Yoshlar ishlari agentligiga murojaat bilan chiqdik. O'zimizni mahallamiz yetakchisi bilan birgalikda shu joy ma'qul bo'ldi, ishlatishim uchun berishdi. Ta'mirlash ishlarini boshladik. Kreditni xo'p 100 million oldik. O'zimizda ham ozgina olib qo'yganimiz bor edi. O'shan bilan birgalikda shu holatga keltirib oldik. Fotostudiyaga qo'yiladigan talablar bugun juda ham yuqori. Gap mijozning ehtiyojlari haqida ketmoqda. Kelin-kuyovlar, bolalar yoki podkastlar suratga olinadigan studiyalar bo'ladigan bo'lsa, ular uchun dizayn shunday o'ylangan bo'lishi kerakki, kelgan mijoz ranglardan ruhiyati ko'tarilsin. Dizayn esa ko'zlarni quvnatsin. Xullas, hozirgi zamon mijozini hayron qoldirish oson emas. Video xizmatida xizmat olib boradigan do'stlarim, yaqinlarim taklif bilan chiqishdi. Mana shunaqa narsa qo'yib bersang, chiroyli chiqadi, zo'r chiqadi deb ularning ham fikrini inobatga oldik. Hammasi zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Xonalar har xil, talabga javob bera oladi, lokatsiya ham qulay, ya'ni boshqacha til bilan aytganda birinchi chiziqda, yo'lning yuzida. Mijoz kelsa bo'ldi. U esa o'z-o'zidan kelib qola olmaydi albatta. İlk mijozlarim 1 yil oldin 1-iyun kuni bo'lgan. Bolalar kunida ish faoliyatimizni boshlaganmiz. İlk mijozlarimiz. Ochilish ham, ilk mijoz ham 1-iyun kuni bo'ldi. Mijozlarimiz bizdan ko'ngli to'lgan, xursand bo'lib chiqib ketishadi. Obid oilada katta o'g'il, u o'z otasining faoliyatini kengaytiryapti deb bemalol ayta olamiz. To'y faoliyatida adashmasam 28-30 yildan oshdi. Mana o'zi adamlar to'y biznesi bilan shug'ullanishadi. 25 yil oldin san'atkor, ovoz rejissyori bo'lib ishlaganlar. Sekin-sekin ish faoliyatini to'y sohasida kengaytirib shu holatga keldik. O'shaning uchun bizga birinchi mijozni jalb qilish unaqa qiyin bo'lmadi. Chunki biz o'zimiz ancha yildan beri to'y biznesi bilan shug'ullanamiz. Doimiy ravishda o'zgartirib borishimiz kerak. 1 yil ishlagan ko'rinishimiz keyingi yilga zerikarli bo'lib qoladi, o'zgartirishimiz kerak. 2-3 ta xona qo'shdik, lekin aksariyat holatda o'zgartirmadik. Nimagaki endi 1 yil bo'ldi ish boshlaganimizga. O'tgan yil hamcha ko'pchilik kelmadi. Bu yildan Xudo xolasa kutilyapti yaxshi natijalar bo'lishini. Foydamiz bor. Kreditlarni ham to'layapmiz. Faqat kelin-kuyovlar kelishadi? Yo'q, oilaviy. 2 oy mobaynida maktab o'quvchilarini Venetka uchun fotosessiyasini qabul qildik. 20 tadan oshiq maktabni Venetkasi shu yerda tayyorlandi. Ko'p, hozir aniq soni esimda yo'q lekin. Asosiy daromad to'ydan. Uylarni ham dekor xizmatimiz bor. Uylarni ham bezatib beramiz. Bu yerni ham o'zingiz bezatganmisiz? Ha, o'zimizni qo'limizdan chiqqan hammasi. Oilaviy ukalarim bor, tug'ilgan kunlar, chaqaloq, tug'ruqxonadan chaqaloqlarni olib chiqib beramiz, animatorlarimiz bor. Men o'zim bilan o'zim raqobatlashaman. Bunaqasini birinchi marotaba eshitishim. O'shanda men bilan hech kim raqobatlasha olmaydi. Masalan, qanday bo'ladi bu? Men o'tiraman, qilgan ishlarimni, masalan, kecha men bitta dekoratsiya yaratdim. Ozgina ishlagandan keyin men yangilik qilmasam, oqsashni boshlayman. Mana bu yerni ko'ryapsizmi? Bu yerda bugun to'y bo'ladi. 2 yoshni muhabbat va mehr bilan qurilgan oilani guvohiga aylanishadi bugun qo'shnilar, qarindoshlar, shu bilan birga o'zlari ham va
Mana shu baxtga hissa qo'shishni Obidjon kechqurun ertalabgacha mana bu yerni bezatibdilar. Ko'z tegmasin. Har doim dekoratsiya qilayotganingizda xuddi shu kabi dekoratsiyani boshqa yerda takrorlamaysiz. Shunaqami? Har safar o'zgartirishga harakat qilamiz. Bu yerga qo'yilgan dekoratsiyamiz ham o'tgan safarga qo'yilganlardan boshqacha chiqqan. Mijozlar aynan ko'rib turib, mana shunaqasi kerak deyishadimi yoki o'zingiz taklif berasizmi katalogingizdan? Qanaqa bo'ladi bu jarayon? Mijozimizni birinchi o'zini fikrlarini eshitamiz. Uylariga, muhitga qarab o'zimiz taklif beramiz. Agar ma'qul kelsa, qo'yib beramiz. Bo'lmasam, mijozni fikri biz uchun birinchi o'rinda bo'ladi baribir. Sen ish bitiradimi bunaqa dekoratsiya? Bu qo'yib berishimiz o'rtacha 2 million. Hammasi bo'lib. Hammasi. Mahsulotlari bilan birga. Hamma narsasi. Qachon olib ketasiz? Ertaga ertalab yoki kechqurunmi? Yo'q, bugun bu xonadonga kelin keladi. Ertaga biz endi milliy urf-odatlarimiz bor, kelin salom marosimi o'tkazib bo'lgandan keyin olib ketamiz. Bunday ishlar oyda necha marotaba bo'ladi yoki har kuni ham bo'lishi mumkinmi? Bu kamroq bo'ladigan dekorimiz. Nimagaki bunga endi hammani ham pul tomonlama imkoniyati hammada ham bo'lmaydi. Hamyonbop dekorlarimiz bor, ularda har kuni bo'ladi. Obidning reklama usuli ham meni ajablantirdi. U bugun virtual olamda emas, real hayotdagi reklamalar unga foyda keltirayotganligi haqida gapirib berdi. Qiziq. Shu kungacha asosan reklamni bannerlardan foydalanib kelganman. Foyda bergan reklamni bergan. Demak, hozir an'anaviy usullardan ham foydalansa bo'lar ekan, mahsulotingizni reklama qilayotganingizda foyda berar ekan. Keyingi rejalar qanaqa? Keyingi rejalar faoliyatimizni yanada kengaytirish, qo'shimcha xizmatlarni ham ko'paytiramiz va oldinda niyat qilib qo'ygan xalqimizga foyda beradigan yana bir ikkita bizneslarimiz bor. Shuni ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Endi uni hozir qanaqa biznesligini ayta olmayman. Demagaki, hali men u tomonlama ish boshlamadim. Berilgan imkoniyatlarning mevasini siz ham ko'ryapsizmi? Obid bilan birga xursand bo'lib, buni his qilyapsizmi? Biz prezidentimiz tomonidan yoshlarga berilgan imkoniyatlar e'tiboridan foydalanib, hozirgi kunda shu o'z bizneslarimni yo'lga qo'ydim. Faoliyatimizni yurg'izyapmiz. Yoshlarga maslahatim berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalansa, faqat foyda beradi, zarar bo'lmaydi. Obid bugun otasining biznesini davom ettirayotgani haqida aytib o'tgandik. 2026-yilda Bo'ka tumanidagi Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inining eng namunali oilasi sifatida tanilgan ushbu xonadon kattalari bilan sizning ham tanishgingiz keldi-ya? Qo'limizdan kelgancha tarbiyalab keldik. Eliga, yurtiga, ota-onasiga xizmat qiladigan farzandlar bo'lsin dedik. Ichmasin, chakmasin, yomon yo'lga yurmasin deb tarbiyaladik. Birovni burnini qanatmaydi, shunaqa tarbiyalaganman. Yana eng aligisi birovni haqqidan qo'rqadi. Shunaqa tarbiyalaganman. O'g'illarim hammasi qizim yo'qligini bildirmagan. Hamma ishni qilib katta bo'lgan. Ovqat ham qilaveradi, mana Obid osham damlayveradi, ham ovqat qilgan. Ana shpirsidir ham qilavergan o'sha paytda. Mana endi hozir kelinlar olganmiz, endi qilmay qo'ydi. Yoshligidan shunaqa ishlar qilib katta bo'lgan. Menga yordam bergan ro'zg'or ishlariga. Bolalarga shu boladay muomala qilasizda, shu o'rtoqday, do'stday gaplashasizda. O'g'il bola-ku bular endi. Shu do'sting kim desa, dadam deydigan qilib o'rgatib kelganmizda shunaqa. Bugungi ko'rsatuvimiz haqiqiy iste'dodlar marafoni bo'ldi. Biz musiqa maktabidagi nafis kuylardan boshlab futbol maydonidagi shiddatni his etdik. Mental arifmetika bo'yicha Dubayda yurtimiz bayrog'ini baland ko'targan kichik daholarimiz bilan faxrlandik. Va nihoyat mana shu go'zal lahzalarni suratlarga muhrlayotgan tadbirkorimiz olamiga sho'ng'idik. Bu qahramonlarning barchasini bir maqsad birlashtiradi. Bu o'z kasbiga bo'lgan cheksiz muhabbat va tavakkalchilikdan qo'rqmaslik. Siz ham o'z orzularingiz sari qadam tashlashdan to'xtamang. Yangilanish shiddati sizning ham xonadoningizni chetlab o'tmasin.